Har bir inson o'zi tug'ilib voyaga yetgan zaminni sevadi, ardoqlaydi va fidoyi bo'lib mehnat qiladi. Ona vatan so'zi shuning uchun ham she'riyatning bosh mavzusi bo'lib qolgan. Vatan sarhadlari sari kirib boraversak, uni yanada teran his qilamiz, qadriga yetamiz. O'zbekiston shuning uchun ham tabarruk zaminki, har bir shahri, har bir viloyati tarixiy joylarga boy. Shunday ulug' shaharlardan biri Samarqanddir. U haqda ko'plab asarlar yozilgan, qo'shiqlar kuylangan. Ushbu kitobni qadim Samarqand haqidagi she'rlardan tuzilgan guldasta deb bilgaysiz. Alisher Navoiy, Hayrat ul Abror, sharh va nasriy bayon muallifi Akrom Malik. Bu kitob Alisher Navoiyning Hayrat ul Abror dostonining muxtasar sharhi, matn, nasriy bayon va lug'atini o'z ichiga oladi. Hayrat ul Abror dostoni uchun yozilgan sharh 3 kitobdan iborat va bu 3-kitob asarning 11-20 maqolalari hamda xotimani o'z ichiga oladi. Hello America, muallif Bahodir Jabborov. Mazkur kitobda o'zining sportga bo'lgan muhabbati, soha bilimdonligi va noyob xotirasi bilan ko'plab sport ishqibozlarining, xususan siyosatshunoslar, ilm ahllari, jamiyatning ilg'or fikrli ziyoli qatlamining olqish va alqoviga sazovor bo'lganligi haqida yozadi. Sport bu diplomatiya, zero u turfa millat kishilari bevosita bir-birini tushuna oladigan til. Kitob haqida kitob. Ushbu kitobda jurnalist Davron Bektojiyaliyevning kitob va mutolaa, kitobxonlik targ'iboti haqidagi maqolalari, tadqiqotlar va tarjimalari o'rin olgan. Yulduz jilosi. Ijodkor Hasanchoriyevning she'rlari, hajviyalari va nasriy asarlari kiritilgan. Bu asarda ham qishloqlarning goh quvligi, goh soddaligi, goh o'zlariga xos haqiqatlari aks ettirilgan. Ijodkorni tevaragida ro'y berayotgan voqealar befarq qoldirmasligi ko'rinib turibdi. Qiziqarli tarzda berilgan hadislar o'quvchini albatta qiziqtirib qo'yadi. Haqiqat jamoli. Taniqli adib va publisist Xayriddin Sultonning Haqiqat jamoli deb nomlangan ushbu kitobiga uning 40 yillik ijodi, faoliyati davomida yozilgan yuzlab maqola, badiya va suhbatlaridan 31 namuna tanlab olingan. E'tiboringiz uchun rahmat.